Sanuku mashina arkasına yapıştırıp koyduğundan özü bütün halk diyelim şu Xazara Sputnik oblusu olup gittik hozir Xazar bilsangizlar. Buni qalblarına joyladilar sana dedi-ku, qalbına joyladi adamlar. Bir vaqtlari yerda 10 yil, 20 yildan keyin istasalar ham şu 1264 degan havas taksi bo'ladi deb aytib o'tiradilar, to'g'rimi? Assalomu alaykum, qadrdonlar, bormisizlar ey? Musofirdagilar, u yondagilar. Ashkaskanima qaramanglar. Hozir quyosh nuri xondan bilan tashab yotibdi. Men o'zlarimizni doğulub o'sgan yerimizdan Üşüdülerde oturup ben batarak uçura dedim üşüdülerde. Hakikaten batarak uçura dedim. Gap qisqasi Xazara tumani Muhova qishlog'i Shukrona mahallesinde bu. Shukrona mahallesinde yine joylik posilkalik Nihol mukofoti sovrindori Matnazaring uyi shu ko'chani boshida Uyg'urda joylashgan. Berasa ustozimiz Alisher Hayitboyevning uylari. Ko'pchilik insonlari, son minglagan insonlar xizmatida bo'lganlar. Shu insonlar hozir ro'parasindagi yo'li yanındagi joy o'rinda hisob etamiz buni endi. 10 sotik. Dokumenti taqt. Kadastr kerak bo'lsa taqt. Sababi yana qurilgan, joy hisob qurilgan, kadastr aytilgan, временный aylanishliklar qurilgan. Hozir bu to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Manzil aytib o'tdim. Max Dekor savdo kompleksidan Zekash bo'ydan tushib kelasizlar. Arqa qarab ketib kelasizlar. Uning ham syomkasi bor bizlarda. Bemalol ko'rsangizlar bo'ladi sizlar. Keling endi 10 sotik deb aytib o'tdim. Enini hisob kitob etsak 20 metr kamida chiqadi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Uzinasi 50 metr. Shunda 10 sotik bo'lib boradi. Dokument ham taqdadilar, muammosiz. Bu narsalari buni sizlar Keruchini pishgan keruchini joy solsangizlar, agar buni bu zamon desangizlar, keruchini fundament ustidan ham ishlataverasizlar, xohlagan yeringizda ishlatasizlar. Bemalol mana shuni ko'ringlar. Pesonadongina keruchini ko'ryapsizlar. Yog'ochlari bor, yog'ochlaridan ustidan bostirib qo'ydilar, yog'ochlaridan bemalol joy uchun ishlatsa bo'ladi, muammo yo'q. Endi kelamiz mana. Shuni katta hovli joy belli o'zi hammasi 10 sotikdan 12 sotikdan berilgan şu vaqtlari bog'ina, g'o'shi, ekini, qo'ng'ishova ekib o'tirib to'xshida adashmasam. Ketgan borgan katta hovli joyda yashayman desangizlar, bemalol yana xaritasangizlar bo'ladi. 10 sotik dokumenti bor. Yana bahosini ishidan bosib beramizmi? Bahosini ishidan bosib beramiz. 23 ming aytilib turibdi. 23 ming dollar aytilib turibdi. Endi kelishadigan qo'yadigan yeri bor ekan, bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Ekranda telefon nomeri turadi. Endi u 23 mingi ichida yana bedayna daxalasa bu keruchdan ham foydalanasizlar. Yog'och boqinglar. Mana o'ris yog'och. O'ris yog'och bosilgan. Bular ham shu sizlarga shu yurtning ichida qoladi. Sarxaviklar ham olib ishlataverasizlar so'ng. Nimchala yog'och bosilgan ekan. O'ris yog'och bosilgan. Qara shuni ko'ringlar. Endi men buning o'sini reklama etaman boshqa. O'zimizning mahallada. Kelinglar, elat toshlar, Shekapodagilar, beda butun ahli yaxshi xarid etasizlar, joy o'rindiribdi. Sizlar yaxshi ko'ramiz.